Donishmandlardan biri shunday deydi: o'qigan kitobingni ayt, kimligingni bilib olaman. Darhaqiqat, siz mutolaa qilayotgan kitob xuddi ko'zgu misol orzu o'ylaringizni, qiziqish va intilishlaringizni bir so'z bilan aytganda sizning kimligingizdan guvohlik beradi. Bugun qo'l telefonlari hammamizning doimiy hamrohimizga aylanganini inobatga oladigan bo'lsak, mobil telefonlar orqali ham uning egasiga baho berish mumkin. Aytaylik, qo'l telefonida ezgulikka, ma'rifatga xizmat qiluvchi manbalarni saqlagan, vaqti bilan ulardan foydalanib turgan kishining ko'nglida yaxshilik hokim desak haqiqatga muvofiq keladi. Aksincha, ayrimlarning mobil telefonlari axloqsizlik, besharmlik, buzg'unchilik, fitna va fasodning uyasiga aylanib qolganki, bu esa ularning ko'nglidagi qora dog'lardan dalolat qilib turadi. Bugungi ko'rsatuvimizda ana shunday dog'lar haqida so'z yuritmoqchimiz. Ko'ngildagi qora dog'lar. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1997-yil 10-oktyabrdagi farmoniga muvofiq diniy va milliy nizolarga sabab bo'luvchi, shuningdek, axloqsizlikni targ'ib etuvchi materiallarni yurtimizga olib kirish taqiqlangan. Bu haqda ommaviy axborot vositalarida muntazam so'z yuritiladi. Qolaversa, bojxona chegaralaridan o'tish chog'ida jismoniy shaxslar tomonidan to'ldiriladigan yo'lovchi bojxona deklaratsiyasida ham bu borada maxsus eslatmalar mavjud. Ammo o'rgangan ko'ngil o'rtanishini qo'ymas ekanda. Yo'qsa, ayrim kimsalarning shuncha ogohlantirishiga qaramasdan yana o'z bilganlaridan qolmay fahshu razolat sahnalariga boy, fitna va adovat urug'larini tarqatishga mo'ljallangan turli-tuman video va audio materiallarni o'z telefonlarida saqlab yurishganini, ustiga ustak ularni yurtimizga olib kirishga urinishini qanday izohlash mumkin? Mana bu telefon xotirasidan joy olgan video materiallardagi shahvoniy sahnalarga ko'zi tushgan odamning nomusdan yuzi qizarishi, ko'ngli g'ash tortishi aniq. Shu boisdan ham qo'shni davlatdan qaytarchog'i chegaramizga kelgan poytaxtlik Sherzod Umarov telefonida 180 dan ortiq behayo video lavhalar borligi aniqlanib, nazoratchilar qarshisida mum tishlab qoldi. Yigitning xo'rligi o'limdan qattiq deganlari shu bo'lsa kerakda. Telefonimga Telegramdan kelgan edi, shuni o'chirib tashlagan edim. Boshqa pamata bor ekanda edi telefon. Ko'rgansiz hammasini o'zingiz. Oldin ko'rgansiz hammasini. Hammasini ko'rgansiz ularni. Plas bor shu masalan. Lekin o'chirmagansiz. O'chirgansiz. Aslida axloqsizlikni targ'ib etuvchi video materiallar tomoshasiga, ya'ni pornografiyaga mukkasidan ketish qalbni o'ldiradigan, axloqni yerga uradigan illatdir. Zotan bunday bema'ni qiziqishlar oxir-oqibat kishini ma'naviy jihatdan manqurtga aylantirib qo'yadi. Mutaxassislarning pornografiyani zamonaviy vaboga qiyoslashi ham bejiz emas. Aynan mana shu ma'naviyatga bo'layotgan turli xil suiqasdlar ko'rsatib turibdiki, demak, ana shu ma'naviyatni o'ldirish, o'zbek xalqini azaliy qadriyatlarini yo'qqa chiqarish, tarixini xotiralardan o'chirib tashlash, bu mana shu ommaviy madaniyat, qo'sh tirnoq ichida kirib ketgan ommaviy madaniyatning asosiy maqsadi. Toshkent viloyati bojxona boshqarmasi Navoiy bojxona posti xodimlari tomonidan aniqlangan holatlarga e'tibor qarating. Botir Soliyev qo'l telefoni ko'zdan kechirilganda unda behayo mazmundagi video tasvirlar borligi aniqlandi. Taajjublanarlisi shundaki, bu odam telefoni xotirasidagi besharm video lavhalardan butkul bexabarligini pesh qildi. Holbuki, bilmadim dedim, qutuldim qabilida ish tutish bilan suvdan quruq chiqib bo'lmaydi. Men bu narsani ko'rmaganman, bilmaganman. Telegramdan tushib qo'yamiz, Qattiq kelib qolganda bu narsada men ular tujayman, bu narsa qolib ketganda. Masalaning yana bir jihati shundaki, behayo mazmundagi materiallarni doimiy tomosha qilish inson ruhiyati va salomatligiga ham jiddiy putur yetkazadi. Haqiqatan ham so'nggi paytlarda yoshlarimiz orasida pornografik mazmundagi video, rasmlarni tomosha qilishga mukkasidan ketish hollari ko'zga tashlanmoqda. Bu juda ham tashvishli holat hisoblanadi desam yanglishmayman. Sababi yoshlar, ayniqsa o'smirlar organizmida endi o'sib, yetilib, ulg'ayayotgan organizmda ularning jinsiy a'zolarining yetilishiga bu juda ham to'sqinlik qiladi. Yanada achinarlisi shuki, bu yoshlarning kelgusida oila
ko'rganda jinsiy hayotda ham muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Hattoki jinsiy zaiflik, bepushtlikkacha ham olib kelish holatlari mumkin. Taassufki, salomatligingizdan chiqishidan ko'ra shahvoniy nafsining lahzalik oromini ustun qo'yganlar yana bor ekan. Masalan, Urganch xalqaro aeroportida Moskva-Urganch reysi bo'yicha parvozni yakunlagan Mahmud Rozmetovga tegishli uyali aloqa vositasi xotirasida ham behayo mazmundagi bir qator materiallar bor ekan. O'zim bilgan yerimdan ko'raman, u yerda yo'q mesela. Bu aeroportda tekshirib chiqdilar, bu boshqa yerlardan chiqdi. Men tushunmadim. Eski pametimdanmi, ishqil pametdanmi? Mendan chiqdi. Ha, besharmlik, behayolik targ'ib qilingan materiallarni tomosha qilishning ma'naviy, axloqiy zararlari, ayniqsa yoshlar tarbiyasiga ko'rsatadigan salbiy ta'sirini qolaversa, salomatlikka yetkazadigan ziyonini o'lchab bo'lmaydi. Shu boisdan ham Davlat bojxona qo'mitasi tizimida taqiqlangan mavzulardagi materiallarni mamlakatimizga olib kirishning oldini olish borasida qator ishlar olib borilmoqda. Agar raqamlarga murojaat qilsak, 2016-yilda respublikamiz bojxonachilari tomonidan huquqni muhofaza qiluvchi boshqa idoralar xodimlari bilan hamkorlikda aniqlangan 3200 ga yaqin bojxona qoidabuzarliklari natijasida salkam 103 ming donadan ortiq turli shakldagi behayo mazmundagi materiallarning mamlakatimiz hududiga olib kirilishiga chek qo'yildi. Shu o'rinda tabiiy bir savol tug'iladi. Xo'sh, bu qilmishlarni sodir etib javobgarlikka tortilgan shaxslarni kelgusida qanday jazo choralari kutadi? Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga ko'ra, pornografik, shuningdek zo'ravonlikni yoki shafqatsizlikni targ'ib qiluvchi mahsulotni olib kirish, tarqatish, reklama qilish, namoyish etish fuqarolarga eng kam ish haqining 50 baravaridan 100 baravarigacha, mansabdor shaxslarga esa 100 baravaridan 150 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Shunday harakatlar ma'muriy jazo qo'llanilganidan keyin yana sodir etilsa, u holda aybdor shaxs Jinoyat kodeksiga muvofiq eng kam oylik ish haqining 400 baravaridan 600 baravargacha miqdorda jarima yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud 6 oygacha qamoq bilan jazolanadi. Endi esa e'tiboringizni yana o'tkir muammoga qaratmoqchimiz. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, chet davlatlardagi g'alamiz kuchlar yoki boshqacha qilib aytganda, vatanimiz tinchligi va osoyishtaligini ko'ra olmaydigan, islom dinini niqob qilib olgan turli ekstremistik aqidaparast guruhlar xorijda yurgan yoshlarni o'zlarining ta'siriga tushirishga urinayotgani bugun hech kimga sir emas. Diniy adabiyotlarni yoki diniy turli xil eshitishlarni eshitayotgan bolalarimiz, turli xil ma'ruzalarni eshitayotgan bolalarimiz o'sha juda ko'plab chet ellarda yurgan, o'zi vatangado bo'lgan, ammo lekin shu O'zbekistonni ichida ham bir to'polonini chiqarib, yoshlarini yo'ldan ayirishga harakat qiluvchi kuchlar bor. O'shaning uchun ularning ma'ruzalarini eshitgan bolalarimiz ham bu hukumatdan norozi bo'lishim kerak ekan, bu hukumatga qarshi borishim kerak ekan degan fikrni tushunib qoldi. Chunki Xudo yo'lida shunday qilishing kerak deb tushuntirish berishga harakat qilishyapti. Islom dinini asl mohiyati o'zi nimada? Islom so'zi o'zi tinchlik so'zi emasmi? Tinchlik so'zi bilan buzg'unchilik yoki terrorchilik yoki bo'lmasa behayolik so'zlari bir-biri bilan tushadigan so'zmi? Ming afsuski, bugun dunyoning olovli nuqtalarida turli terroristik teraktlarni amalga oshirayotganlar orasida millatdoshlarimiz ham uchrab turibdi. Uzoqqa borish shart emas. 2017-yilning ilk kunida Turkiya poytaxtida qo'poruvchilik harakatini sodir etib, o'nlab insonlarning umriga zomin bo'lgan kimsaning ham o'zbek ekanligi har birimizni iztirobga soldi. Azaldan bag'ri keng va mehribon o'zbek xalqining ichidan bunday sotqin va razil yoshlar qachon yetilib chiqishga ulgurdi degan savol tug'ilishi tabiiy. Aslida bunga bir qarashda ko'zga tashlanmaydigan loqaydlik va e'tiborsizlik sabab bo'lmayaptimi? Hayotimizda esa bunga oid misollar ko'p. Masalan, mana bu qiz endigina 20 yoshni qarshilagan. Shunga qaramay, ota-onasi uning Rossiyada ishlashiga to'sqinlik qilmagan. U yerda qiz notanish kimsalardan muqaddam foydalanilgan qo'l telefonini sotib oladi. Telefon xotirasida esa Najot kemasi nomli diniy mazmundagi elektron kitob bor edi. U ayni shu materiallarni O'zbekistonga olib kirishga uringan paytda poytaxt aeroporti bojxonachilari tomonidan to'xtatib qolindi. Men Mirzakarimova Nazokat, Andijon viloyati Jalaquduq tumanida tug'ilganman. Shu 2016-yil 3-dekabrda kelishim kuni bojxona xodimlari tomonidan telefonim tekshirilib,
uni xotirasida shu diniy kitob topildi. Men bu kitobni bilmayman, ko'rmaganman, o'qimaganman. Bu kelishimdan oldin notanish ayoldan Rossiyada sotib olganman. Ichidagi narsalarga qiziqmaganman, telefonda o'ziga qiziqqanman, ichidagi narsalarga e'tibor bermaganman. Din ishlari bo'yicha qo'mita ekspertlarining xulosalariga ko'ra, ushbu Najot kemasi elektron kitobidagi ma'lumotlar aqidaparastlik g'oyalariga asoslangan bo'lib, diniy nifoq keltirib chiqarishga mo'ljallangan. Ana endi o'ylab ko'raylik. Qiz-ku yoshligiga borib zararli manbani o'chirib yubormagandir. Ehtimol kitobdagi qo'shtirnoq ichidagi ezgu g'oyalarga aldanib qolib, o'chirgisi kelmagandir. Lekin Rossiyada unga hamrohlik qilgan onasi nega qizining telefonini bir qur ko'zdan kechirmadi? Yoki qizi yot g'oyalar ta'siriga tushib qolib, erta bir kun xorijdagi jangarilar to'dasi orasida paydo bo'lib qolganida aqlini yig'ib olarmidi? Unda butkul kech bo'ladi-ku. Bundan ham xatarlisi, bu qizning qo'lidagi manba xuddi ma'naviy poruxga o'xshashini, u orqali ko'plab yoshlar ham to'g'ri yo'ldan toyib ketishini e'tibordan soqit qilib bo'ladimi? Mana bu yigit esa Rossiya fuqaroligini olgan millatdoshlarimizdan biri. Andijon viloyati Do'stlik chegara bojxona kompleksi orqali qo'shni davlatdan kirib kelar ekan, qo'l telefoni xotirasidagi 136 dona diniy mazmundagi salkam 3 gigabayt hajmdagi audio ma'ruzalarni mamlakatimizga olib kirishga uringan paytda to'xtatildi. Sizga tegishli uyali telefon vositasida aniqlangan diniy mazmundagi materiallarda o'zingiz bilarmisiz xotirasida borligini? Bilardim. Bilardingizmi? Eshitib turarmidingizmi? Bilardim, kelgan eshitib turardim. Qayerdan uni ko'chirib olgansiz? WhatsAppdan kelganmi? Tanishlaringiz orqali kelganda? Tanishlar orqali kelgan, esimda yo'q. Respublikamizga diniy mazmundagi materiallarni yashirin ravishda olib kirishga uringan shaxslardan yana biri qo'shni davlat fuqarosi Pardaboy Abdurasulovdir. U qo'l telefoni orqali turli ijtimoiy tarmoqlardan yuklab olingan diniy mazmundagi 72 dona turli video rolik va 8 dona audio materiallarni olib kirmoqchi bo'lganida Toshkent viloyati bojxona boshqarmasi Yallama chegara bojxona posti xodimlari tomonidan to'xtatib qolindi. Zagruzka qilmayman-da, ochib ko'rmayman mana shularni. Shu saqlanib qolaverganda, mana shu telefondagilar yarmini ko'rmaganman. Hozir ko'rib ko'zim chiqib qoldi-chi mana shu yerda. Xavfli emas deb hisobladim, men bilmadim-da, unchalik nima qilishi masalan. O'ylab topib bo'lmaydigan shafqatsizliklarni sodir etib, barchaning nafratiga sazovor bo'lgan jangari guruhlar haqida bugun eshitmagan odam yo'q. Endi o'zingiz o'ylang. Mana shunday odam qiyofasidagi shayton malaylarining vayronkor g'oyalarini ochiqdan ochiq targ'ib etayotgan video lavhalarni o'z telefonida saqlagan kishini ezgu maqsadli inson deb bo'ladimi? Uning yurtimizga yaxshilik istashiga ishonish mumkinmi? Nazarimizda tinchlik istovchi har bir kishi bu savollarga yo'q deb javob berishi aniq. Shu o'rinda diniy mazmundagi materiallarni respublikamiz hududiga olib kirishning amaldagi tartiblari qanday degan savolga oydinlik kiritishni lozim topdik. Har bitta O'zbekiston Respublikasi hududiga kirayotgan diniy mazmundagi material davlat dinshunoslik ekspertizasidan o'tkazilgan bo'lishi shart. Sodda qilib aytganda, tartiblarga amal qiladigan bo'lsak, o'zimizga avvalo masalan bu ishonchli manba bo'lib hisoblanadi, hamda kezi kelganda aytib o'tishimiz mumkin, yurtimizda hukm surayotgan tinchlikda ham qaysidir ma'noda o'zimizni hissamizni qo'shgan bo'ladi. Chunki yot g'oyalar, turli buzg'unchi g'oyalar ilgari surilgan adabiyotlar, video roliklar va boshqa ma'lumotlardan foydalanish oxir-oqibatda insonni masalan tanazzulga olib boradi. Xo'sh, yoshlarimizda diniy mazmundagi adabiyotlarga qiziqish mavjud ekan, u holda nega ota-onalar farzandlarini to'g'ri yo'lga solishmayapti? Vaholanki, internetning milliy segmentida har jihatdan ishonchli diniy veb-saytlar va portallar faoliyat yuritmoqda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mitaning religions.uz saytiga yoki bo'lmasa O'zbekiston musulmonlari idorasining Muslim.uz tasarrufidagi boshqa, xususan uz domenidagi bo'lgan saytlarga murojaat qilish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Biz internetga to'sib qo'yib uni yopib qo'ya olmaymiz. Ammo lekin bolalarimizni to'g'ri tarbiya qila olsak, ularning ongini, ularning fikrini, shu tafakkurini to'g'ri tarbiya qila olsak, men o'ylaymanki, o'sha internetga filtrni ular o'zi qo'ya oladi. O'sha olayotgan ma'lumotini qonunga zid ekanligini yoki axloqqa zid ekanligini yoki bizning ma'naviyatimizga, mentalitetimizga zid ekanligini tushungan bo'lsa, u albatta o'sha narsalardan o'zini tiyadi. Agar bola o'zini tiya olsa, demak bu bizning eng katta g'alabamiz. Ha, avval aytilganidek, loqaydlik, beparvolik kabi illatlarning oqibati doimo ayanchlidir.
Binobarin tarbiya borasidagi sovuqqonlikni, ayniqsa ota-onalarning mas'uliyatsizligini aslo oqlab bo'lmaydi. Bolalarimizni bunaqa behayolik yoki zo'ravonlikni targ'ib etuvchi materiallar bilan qiziqishi ularning aybi emas, bu ota-onaning aybi. Birinchi navbatda ota-onaning aybi. Chunki o'sha ota-ona unga mehrini bera olmabdi demak. Mehr bera olmabdi, unga nasihatini bera olmabdi, unga qanaqadir bir to'g'ri yo'l yo'riq ko'rsata olmabdiki, bola o'sha narsani hammasini tashqaridan qidiradi. Ko'rsatganlarimizdan murod birovni qoralash emas, mutlaqo aksincha, payt poylab turgan, imkon topildi deguncha kimlarningdir ma'naviy olamidagi bo'shliqlarga joylashib olishga urinayotgan muammoga tanqidiy nazar tashladik xolos. Zero bugungiday qaltis zamonda ma'naviy illatlarning tarqalishidan manfaatdor kimsalar hammani tuzog'iga tushirishga intiladi. Ularning qarmog'iga ilinish yoki ilinmaslik har birimizning o'z qo'limizda.